1-mart 2026-yilda shu taksi sohasida ishlab kelayotgan yoki endi ishlayman degan mehnat muhojirlarga tegishli yangi qonun yo'lga qo'yilmoqda. Endi ilgaridek mashinani sotib olib, har xil prilojenelar, shu Yandex bo'ladimi, boshqa ilovalarda registratsiyadan o'tib ishlay olmaysiz. Bunga sabab Rossiyada lokalizatsiyaga tegishli yangi qoidalar. Bu degani mashina yoki Rossiyada ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak, yoki uning ko'p jihozlari Rossiyada yig'ilgan bo'lishi kerak. Masalan, bu Moskvich, Evolut va bir nechta Haval va Solers mashinalari. Bu degani taksida ham endi aynan shu mashinalarni olib ishlatsa bo'ladi. Agarda siz bir shu Kia mi, Hyundai bo'ladimi, boshqa mashinani sotib olsangiz, shu 1-martdan boshlab ularni taksini liniyalariga qo'yish taqiqlanadi. Agarda siz shu 1-mart 2026-yildan oldin mashinani sotib olib, reyestrga kiritgan bo'lsangiz, bu qonun sizga tegishli emas. Bu degani mashinani shu qonunni amalga kirishdan oldin sotib olgan bo'lsangiz, bu qonun sizga umuman qo'llanmaydi. Shu uchun taksida ishlab kelayotgan bo'lsangiz, shu 1-martgacha cho'zmanglar va hozir qonun ijrosi boshlanmagandan oldin mashinangizni almashtirish lozim deb o'ylayman. Agarda hozir sizda yangi mashinani sotib olishga imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, men sizlarga Rossiyaning bank tizimi bilan foydalanishni taklif qilaman. Bilasizlar, hozir Rossiyada shu kreditga mashina olsa bo'ladi, zalogga olsa ham bo'ladi, lekin kreditga olayotganingizda prosentlari juda ham baland. Zalogga olayotganingizda ko'p vaziyatda mashinangizni sizga berishmaydi. Shuning uchun men sizlarning joyingizda bo'lganimda lizing bilan foydalanardim. Hozir Rossiyada lizing tizimi juda ham rivojlanmoqda va siz ko'p vaziyatlarda onlayn ham mashinalarni lizing orqali bron qilib, olib haydashga imkoniyatga ega bo'lasiz. Shuning uchun do'stlar, agarda siz hozir shu 2025-yilda taksi sohasida ishlab kelayotgan bo'lsangiz, hozirdan kelajakni o'ylanglar. Imkon qadar mashinangizni keyingi yilda almashtirmoqchi bo'lsangiz, hozir qilganingiz ancha sizga foydali bo'ladi. Har xil firibgar lizing beradigan idoralardan ehtiyot bo'linglar. O'zingizning shaharingizda shu lizing beradigan katta banklarni o'rganib chiqinglar. Bu videoni opисанияsiga men bilgan bir nechta shu lizing idoralarining saytlarini yuklab qo'yaman. O'tinglar, o'rganinglar va bu kerakli xarajatlarni o'ylab oldindan qilinglar. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.